sağlın frener, hayda yürüsem sağlın frener. Ana yurtum kamanları, ana yurtum kamanları. Hayalımda seher seher eser ceyhun şemalları. Hayalımda seher seher eser ceyhun şemalları. Bizning yurtimizda xalq va millatning tarixi, hayoti, an'analari, qadriyat va urf-odatlarni namoyon qiluvchi mezonlar ko'p. Aynan ana shunday mezonlarning birisi Qoraqalpog'istonni ajoyib zaminida joylashgan O'tovda turibmiz. Bu O'tov O'zbekiston xalq artisti mashhur hofiz Otajon Xudoyshukurov ijodiyotiga moslangan. Bugun ana shu joyda ustozni eslab so'z suhbatlar qurmoqchimiz. Otajon akaning ovozi, uning qo'shiqlari kirib bormagan xonadonning o'zi yo'q. Har ikkala elda ustozning muxlislari, ustozning ijodiy hamkorlari bor. Bugungi davraga taklif qilingan muxlislar, shinavandalar, ustoz san'atkorlar albatta hofizning hayoti va uning ijodiyoti bilan bog'liq bo'lgan xotiralarni bizga tarannum etadilar. Atır gül çırp çöllerden, gülü reyhan çemenlerden. Atır gül çırp çöllerden, gülü reyhan çemenlerden. Bizning bu güzel yerlerden eser ceyhun şemalları. Bizning bu güzel yerlerden eser ceyhun şemalları. Bugun yaxshi bir ezgu niyatni ko'nglimizga tugib, Qoraqalpog'iston zaminiga kelib, ijodiy mushtaraklikni tahlil qilishga harakat qildik. Mavzuni mashhur hofiz Otajon Xudoyshukurov ijodiyoti bilan bog'lamoqchimiz. So'z mulkini bezaydigan bitta ganch borki, bu ham bo'lsa musiqa. So'zni ohang bilan qalblarga yetib borishi bu ijodkorning mahorati bilan yaratilgan navolar, qo'shiqlar, kuylar bo'ladi. Mana 30 yil bo'libdiki, mashhur hofiz O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Turkmaniston va Tatariston xalq artisti Otajon og'a Xudoyshukurov oramizda yo'q. Endi uning ikkinchi umri abadiylikka daxldor bo'lib, qo'shiqlarda yangrayapti. Bizning suhbatimizni, mavzumizni davom qildiradigan do'stlari, zamondoshlari, shogirdlari davrada ekan, keling ularning fikrlariga quloq tutamiz. Suhbatdoshim Otajon Xudoyshukurov ijodiyotiga ham muxlislik qilgan, ham zamondoshi bo'lgan Ivodil aka Sadullayev. O'zbekiston bo'yicha Farg'ona liniyasi, Buxoro, Xorazm san'ati har qaysining o'zining yo'nalishlari bor. Xorazm san'ati o'zgacha bir jo'shqinligi bilan, Amudaryoda to'lib toshishi bilan qalblarni shu titratadigan o'zining kuchli san'ati bilan ajralib turadi. Mana o'tgan san'atkorlarimiz Hajixon aka, Komiljon akalarning qatorida, ko'p ustozlar qatorida Otajon Xudoyshukurov ham xuddi mana shunday Xorazm san'atini butun dunyoga tanitgan juda bir jo'shqin san'atkor ediki, bu butun xalqning, elning qalbiga shunday kirib ketdi. Hali shu kungacha mana o'tganlarga 30 yil bo'lsa ham, hali ham shu kishining ovozi televizorda, radioda chiqsa, har bir inson xuddi yonida turib eshitgandek qilib yuraklari titraydi. Shuning uchun ham butun san'atsevar xalqimiz shu kishining ijodiga, mana shu jo'shqinlikka intilib, shu kishiga o'xshashga harakat qiladi san'atkorlarning juda ko'pchiligi. Yoshligimda, haqiqatdan student paytimda kelib, dam olishga kelgan paytimda o'zimcha ozroq shug'ullanib, Otajon akaning birinchi mana kelar sallana degan qo'shiqni aytib ovozim yo'q edi. Birdaniga shu nagruska bilan sal aytgan bilan ovozim boshqacha ovoz chiqib ketdi. Uydagilar, oilamizdagilar hammasi hayron bo'lib qoldi. Aytmoqchimanki, men baribir shu soha bo'yicha davom ettirib ketdim. O'zimning hayotimni, ijodimni o'qishga kirganda ham mana san'at sohasi bo'yicha, arxitektura sohasi bo'yicha o'qishga kirdim. Bu ham san'atning bir turi hisoblanadi. Arxitektura ham. She'r ham yozaman. Endi odamning qalbida shu narsa bo'lsa, u chiqib ketmas ekan. Mana Komiljon akadan, Otajon akadan olgan ilhomlarimiz bizning ko'nglimizga jo'shqinlik, mana shu yashashga, ijod qilishga, to'lqinlantiradi, yashashga ilhom beradi. U kishi bilan endi ko'p birga yashadik, ijod qildik. Men juda quvonchdaman. U kishi bilan suhbatlashish, o'tirish o'zi bir baxt u.
juda katta ko'ngli daryo inson edi. Shu kishining ijodini davom ettirish uchun, Xorazm mumtoz san'atini yana davom ettirish uchun 99-yilda mana jamg'arma tuzilib, 25 yildan buyoqqa mana faoliyat ko'rsatib kelayotir. Shu juda ko'p san'atkorlar mana shu konkursda qatnashib, butun elga tanildi. Bu faoliyatni yana davom ettiramiz. Mana Xorazm vohasi butun O'zbekistondagi san'atkorlarga, ijodkorlarga shu ustozning yo'lini bersin, shu kishining ko'nglidagi, qalbidagi jo'shqinligini bersin. Bizning yuragimizdagi dardimizni, yaxshi quvonchimizni hammasini shu ustoz ashula bilan yetkazdi bizlarga. Xuddi shu narsa hammamizga nasib qilsin. Gördüm iki peri geler sallana sallana. Aşığını köyüne alıp geler sallana sallana. Aşığını köyüne alıp geler sallana sallana. Oynar sallana sallana. Geler sallana sallana. Mening yonimdagi muxlis Abdulla Karajabov Beruniy tumanida istiqomat qiladi. Abdulla akam Komiljon Otaniyozov davralarida ustozlariga, mana dadalari yonlarida, qadrdon hamqishloqlari yonlarida turib, shu hofizni davralarda xizmat qilgan ajoyib yigitlardan. Mana bugun donishmandlik faslida bugun hammamizga ustoz juda ko'p davra ko'rgan. Otajon og'ani ham ajoyib do'stim deb hamisha eslaydilar. Bugun ham an'anani davom ettiradi. Endi Otajon og'am bilan aka-uka edik biza. Shunday bir-birimizga hurmatimiz baland edi. 1999-yildan boshlab mana 25 yil bo'libdi. Shu ko'rik tanlovlar bo'ldi. Tanlovlarni boshlanganiga. Mana shu ko'rik tanlovlarda 9 ko'rsatlik to'lab bo'ldi shu paytlarda. Bu paytda men hali nafaqaga chiqqanim yo'q edi. Davlat ishlarida ishlab yurdim. Shunday bo'lsa ham shu biror kuni mana shu konkursda o'tkazib yubormadim. Tomoshabin bo'lib qatnashib bir ma'naviy oziqa oldim. Bitta o'zim kelmasdim. Do'stlarim olib kelardim, farzandlarimni, nevaralarimni. Shu o'tirib bir ma'naviy oziqalar edik. Endi u Otajon og'amning ashulari u 100 marta eshitsagan, 1000 marta eshitsagan baribir u odamning joniga tegan ashulalar emasda. Otajon og'amning ovozi, so'zi endi bu juda bir noyob. Endi bunday san'atkorlar bir 100 yilda bir marta chiqsa kerak. Mana o'zingizdan bir marta bir guvohi bo'ldingiz. Hozir mana uy muzeyi bor Otajon og'amning. Madaniyat saroyida muzeylar tashkil qilingan. Ana shu yerda ham siz bilan bir uchrashib qoldik. Shu yerga mana ko'p yerlardan endi O'zbekiston bo'yicha do'stlarim ko'p, kursdoshlarim ko'p. Mana shular keladi. Shu Otajon og'amni bir uylarni, hali muzeylarni ko'raylik, qabrlarni ziyorat qilaylik deb shulardan hamma shu qabrlarni ziyorat qildim. Uy muzeylari, Madaniyat saroyidagi muzeylar juda yaxshi tashkil qilingan. Rahmat shular tashkil qilgan insonlarga. Shu hozir ham borib shularni ko'rib bir ma'naviy oziqa olib bir bahramand bo'lamiz. Otajon og'amiz mana ovozi bilan hammani lol qoldirgan inson deb bilaman. Otajon og'aning men san'at shaydasi sifatida shunday ashulalarini disketlarda, kompyuterlarimda shunday chiroyli qilib yozib qo'yibman. Ayniqsa Samarqandda 2-xalqaro simpoziumda aytgan suvara, katta suvarani aytgan ashulalarini tinglab hardiq chiqaraman. Men charchamayman uni qancha tinglasam ham. Otajon og'a farishtali, mana shu xalqimizga yag'atag'on bir shunday inson. Bu endi 1000 yilda bunday inson kelsa kerak deb o'ylayman. Otajon og'amning shu umri 50 yosh yashagan bo'lsa, lekin bir 500 yil yashagan o'zida iz qoldirdi. Mana shunday zabardast san'atkorni mana To'rtko'l xalqi mana shunday ajoyib muzeyini ko'rib men o'zim bugun juda o'zimda katta taassurot. Men o'ylamadim, biroq xalq buni ko'rsa kelib ekskursiya qilish kerak xalq. Mana shunday ajoyib inson. Men bu kishining shu yotgan joylari yaxti bo'lsin, imonlari hamroq bo'lsin deb bu kishiga o'zimning hurmatimni bildiraman. Men Otajon og'aning Qo'sh saqil bulbuli Oshiq Erkinning yozgan kichkina broshura kitobi bor. Mana shu kitobda har bir mana shu Marks akaning bergan sharhlari, mana Aminboy Hamravichning bergan sharhlarini qayta o'qiman. Arif Almaqsumovning bergan sharhlarini shularni o'qib juda o'zimda katta taassurotlar qoldirganman-da. Otajon og'ani men eshitib charchamayman, tinglayman bu kishini. Ashullarni eshitib bizlar charchamaymiz-da, dam olamiz-da. Hech kim yo'q joyda haligi zalga kirib magnitofonim borida Otajon og'am ashulasini qo'yib, shu Otajon og'am bilan birga kuylik deb harakat qilardim-da, lekin baribir Otajon og'am ovozini eshitish qiyin qardi. U bizlar
to'g'ri kelmasdi-da. Yoningizda Mamasol akam o'tiribdi. Otajon akamning maktabdoshi. Har safar biz bilan uchrashganda shu yangi xotira aytadi-da. Otajon haqida, otajonning tarixi haqida juda ko'p xotiralarni eslayman-da. Birinchi do'st bo'lganimizdan boshlab birga ashula aytib, ko'rik tanlovlariga qatnashganimizdan boshlab men bir qiziqini aytib, Xorazmning mashhur insonlari Erkin aka, Madar Rahimov, G'ayni Do'stjonov, Erkin Samandarov shu yerdagi mashhur ijodkorlar bilan tanishsa sabab televideniya bo'lgan. Biz birga ashula aytib yurardik. Ashula aytganda yoshmizda endi. Kichkina davralarda otajon og'alarining ziyofatlarida qo'shiq aytib yurardik. Televideniya ishga chiqib ketdi. Xorazm televideniyasi har kun televizorda ko'ramiz. Hamma aytib yuribdi qo'shiq. Bir kuni aytdim otajon, biz ham televideniyaga chiqib kelik Xorazmga desa, "Ay, bizlarni chiqaramizlar" dedi. Bizlar hech kim dorim dedi. Endi bu payt maktabda o'qiyotgan payt. Maktabda o'qiyotgan vaqt. Vaqtim bir borik dedim. Shunday qilib ikkimiz ketdik. Televideniya eshigine girib boratirsak hamma chiqib keldi ekan. Unda Muxtor G'aniyev degan qahramon rejissyorlar boradi mashhur. Do'stjon Matchon ishida yurdi shu vaqtda. Biza giryatirsa chiqib boratir ekan, hamma chiqib ketdi. Soat 12:30 bo'ldi. Bir ikisidan so'rasak, biza televideniya chiqmoqqa keldik desak, tushdan keyin kelinglar dedi. Oxirida bir yigit chiqdidan, "Ha yigitlar nima qilib turibsizlar" dedi. Biza 4 yildan keldik. Hamma qo'shiq aytib turibdi. Biz ham bir qo'shiq aytacak edik desak, "Yuring, hozir abet bo'ldi. Qayerga borasizlar" dedi. "Bir choy ichib kelamiz" desak, "Mana bilan yuring" dedi. Bu G'ayni Do'stjonov ekan. Bu shu vaqtda axborotda ishlaydi. Moskva budkasi bor ekan, bizlarni budkaga mindirdi-da, uyina olib keldi. Uyina kelib o'tirgandan keyin o'zi choy-poy qo'yib, Erkin akaga telefon qildi. "Bir hozir" dedi, "kichkina bir hofizda kelib o'tiribdi mehmonlar. Erkin aka, vaqtingiz bo'lsa keling" dedi. Bu Erkin akaning kitoblarida yozilgan bu gap. Erkin aka darrov yetib keldi, kelgandan keyin bizlarga ta'rif berdi. Shu yerda birinchi marta bizlar bir 5-6 qo'shiq aytib o'xshidi. Kechgacha o'tirdik. Kechqurun biz bir qo'shiq aytmoqchi bo'lib borgan bo'lsak, 4 ta qo'shiq aytdik televizordan. Biz sensasiya bo'lib ketdimi deyman. Erkin aka jo'shib ketib, shu yilni o'zida 64-yil borgan bo'lsak, 65-yil Qo'sh Sohil bulbuli degan katta ko'rsatuv tayyorladi. 1,5-2 soatlik. O'sha ko'rsatuvda hali hech kim bilmaydi Xorazmda, Qoraqalpog'istonning o'zida kichkina to'ylar borib birgamiz, bir tadbirlarda chiqqanmiz, pionerlar bilan birga. Shundan keyin otajonga muxlislar ham o'tgan, shanavandalar juda ko'payib ketdi. Ular u vaqtda telefonlar kamada o'xshidi. Xorazmdan televideniya orqali telefonlarni olib, menga telefon qilib boshladilar. Otajonni topib bering, otajonning uyina borib chaqiring, otajonni ko'rib deb kichkintoy vaqt, hali bu 20 yoshning vaqtida. Xursand bo'laman. Sabab bo'lib shu televideniyaga boramiz deb turib, birinchi Xorazmga borib do'st orttirib, otajonning birinchi borishi, shundan keyin 3 kunda Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist. Qoraqalpog'iston xalq artisti 3 yildan keyin. Nimaiki O'zbekistonda unvonlar bo'ladigan bo'lsa, muyassar bo'ldi. Men shunda xursand bo'laman. Yana bir qizig'i, aytishu birinchi. Bu 66-yil bo'ldi. Otabay taksis degan bor edi. Shu biza borgan vaqtda Erkin akalar bilan davralarda olib yurdi. Bir kuni aytdi, "O'g'limning to'yini bermoqchiman" dedi. Ortiq aytib qo'yibmiz. Shu yashirincha otajonni olib kelasiz dedi. Borsak, ortiq to'rda o'tiribdi, ashula aytdi. Shunda bizlarga keldi, danda uni xabari yo'q ekan. Bize girip borgandan turib javob berdi, yanında oturdular. Shunda bir aytishuv bo'ldi. Bu birinchi aytishuv men eshitdim. Yashirincha tashkil qilindi, artık bilgan yo'q edi. Ertalabgacha qo'shiq aytdim, men qoyil qoldim. Ikkalasi ham bir genç ekan bular. Otajonning yigiti bilan men kasbni o'zgartib ketdik. She'r yozib berardi bunga ko'p. Hali Kamiljon aka bir viloyatdan bir viloyatga borsa, shu viloyatni ta'riflab she'r yozib qo'shiq qiladi-ku. Otajon ham shu bir joyga boradigan bo'lsa, "Dar, qani birisi yozsana buni." Ina men aytib turaman, shularni qo'shib, birinchi shunday she'rlar yozib berganman. Atını ağla yürüyen Küylermen tekrar Atını ağla yürüyen Küylermen tekrar Havalanıp şadlanıp Söylermen tekrar Kumar bakarman Üstünde şınav yenge Kumar bakarman Üstünde şınav yenge Zinet etav yitmatni
Oylarman tekrar Sinet atana yetmek mi? Oylarman tekrar Oylarman tekrar Juda ajoyib xirgoyi qildingizlar. Xonishlar chiroyli. Yoningizda xuddi otajon akam o'tirgandek. Mana jiyanlari iziga iz, yo'liga yo'l bo'lib, ijodiyotini davom qildirayotgan avlodlari borligidan xursandmiz. Ismoil og'a, otajon og'am bilan hamnafas bo'lib kuylaganmisiz? O'sha davrlarni bir eslab bir xotira ayting. Xotira uyg'onsa go'zal deydi. Atacan ağamın 10 yaşlık devrinde bilemem. Atacan ağam 10 yaş vaktinde tağası yolda çeken bilen beni şu oğul toyuma bargan. Keyingi uçraşımız bana eke dostumuz Mehmet Salih ekenini şarafeti bilen boğan. 67. yılda. Erkin ağam Gani Doçcanıp'la oturgan eken birinci kurs studentimiz vakti 66. yıl eke dost bulup kalmamız Mehmet Salih eken bilen şunda kanikula yaz paytları kanikula keyenimde üye bar dedi. Üye evette barsam Gani Doçcan, Erkin ağam, Atacan ağam bulanı üyede oturgan eken. Mehmet Salih ekimni üyede tar daire asılıp durgan eken. Bular turmakçı bolup durgan eken. Atacan tokta dedi. Bizni Coram geldi dedi. Gör bunu dedi bir tokta. Tarını Atacan ağam ap vardı. Verdi. Bana daireni hep verdi. Mehmet Salih ekim şu bilen gör bunu dedi. Bizi Coran'ı bir görsen dedi. Şu bilen şurada bir koş kaçırttık. Ertege de kettik dedi. Ürgençke dedi. Juda bir acayip insan dedi. Atacan ağam. Üylerde Enver ülkesi, Hakremeti, Gapır buların dedesi. Şularını örgetip, bular şu işten kiriye indi, siz çöküp otura dedi. Enver bilen Gapır. İkisi örgetip, bize Atacan ağam bilen oturup daire baba alıp, üyde boş vakları. Şu Enver Hakremeti bilen Gapır'ını, Temir'ini, dedesini örgetip otura dedi. Kuanamız yine devamçıları, Gapır bizlerden keyin yanında daireci oldu yine Temir. Şunu senetini, şunu enenelerini devam kıldırıp yatır. Evlattan evlata ötüp yatır bu enene. 67'de, 68'de ömrüne ahire geldi. Birge yürüyen petlerimiz esimge düştü. Hazırına Temir Büyük bilen Atacan ağam hoşkılarını küyledik. Şu Atacan ağam bilen birge yürüyen vakitlarımız yadımga düştü. Şimdi Temir Büyük'le Atacan ağamın 3. evladı. Hazır şu ta Atacan ağam bilen birge yarında oturup şu kadimgi bundan şu 50 yıl burungu bir şey küylep birge yürüyen vaklarımız esimizge düştü. Özün de icra kılıp, özün de şu Atacan ağamın yaş paytlarında kuyleyen avazları, şu nefesleri şu özüge okşap hoşkılarını kuyledik. Temurbek, bu davrada so'z aytishning ham bir o'ziga xos mas'uliyati bor. Endi siz Otajon og'ani qaysi ashulasi bilan sahnaga kirib keldingiz? 96 yıl hizmete ikinci eşüllesi olup bardım. Şu Enver ağam bilen Xuday şükür. Birinci oturama oylanaman deyen eşüllesi bilen girip geldim senete. En yaxşı görgeni koşkumam şu özü. 4. oktyabr günü 96 yıl şu oturama oylanaman birinci şöyle ayttım. Bu eşüllerini kayırga barsamam köp adam soruydu. Ayağlarım aldın beni, ne köylerge saldın beni. Ayağlarım aldın beni, ne köylerge saldın beni. Erbabeti felavetim, yürekte ağrım şaldın beni. Oturamam, oylanamam, tolganamam, hem yanamam. Senin mavi gözlerini Hummar hummar sağınamam, Hummar hummar sağınamam. Osmanımda human yedin, melahatler geba yedin. Osmanımda human yedin, melahatler geba yedin. Kuri melekler ililde, menin işin bir ay yedin. Oturamam, uylanamam,
Tulğanamam hem yanamam senin mavi gözlerini Hummar hummar sana qunamam Hummar hummar sana qunamam Ben bundan 50 yıl aldın Atacanağımın yanında daire çalıp hem nefes bulup şu yerde işlegen ben. Atacanağının hazır şagirdleri, onu izdaşları cüdem köpeyip gitti. Bana şulardan biri bana yanımda oturuptu. Sədeddin Sapayip boladı. Ben hazır şu Atacanağını bir koşkuna hem nefes bulup daire çalıp vereme. Örgüleydin o şahseni şahlavliğinden Şahlavliğinden Ağlamara o estin giron Leylavliğinden Leylavliğinden Ar yer sakal çimende gül Ustazımız bilen yine bir hikaye kıldık. Hakikaten ham mana shu aytilgan qo'shiq ustozimiz tomonidan kuylangan. Men endi hozir ustozlarni ko'rib xursand bo'lib o'tiribman. Shu ustozni davr ko'zima, shularni yashagan davr ko'zimni oldina kelib turibdi. Sadoddin, aynan bu ashula ham ko'p ijro qilinmaydi. Bu ashulalar ustozni eng birinchi chiqqan vaqtda, shu sahnaga chiqqan vaqtda Faqat ovoz yozuvlari qolganda buni. Ovoz yozuvlari qolgan. Endi studiyoniy zapislari bo'ladi. Men o'zim uchratmadim doğrusu studiyada tushganlarini. Lekin shu audio kasetalardan o'rganganmiz buni. Audio kasetalardan. Lekin hozir ustoz bilan ijro qilib ham bir boshqacha bo'ldik buni. Endi men hozirgina shuda ustozlarni aytgan so'zlarini eshitib o'tiribmiz. Haqiqatan ham ustoz ko'p qirrali san'atkor bo'lgan. Men aytmoqchi bo'lganim endi hamma yo'nalishda olib qaraydigan bo'lsak, men ustozning shu yoshligimdan birinchi quloqima singan ashulalari, mana shu daston yo'lda aytgan ashulalari, shu ilhom bag'ishlagan shu qo'shiq aytishim ham. Qaysi ashula bu? Ana shu qalandarim ashulasi bor ustozni. Ruxsat bersangiz shundan bir hidya qilib beraman. Mayli, eshitamiz. Barsanız gür oğluğa mendi salam kavlandarım Yığlamav dinle oğlular dur şaudu şeker tıllarım Barsanız gür oğluğa mendi salam kavlandarım Barsanız gür oğluğa mendi salam kavlandarım Çınlardım kulaç buldum günah tarih kalan Geç musulman bulmağayna mert kulunda müptelan Şu havanın sözleri bulsun gözümge tutuyor Barsanız gür oğlu ve amendin salam kavlandırım Barsanız gür oğlu ve amendin salam kavlandırım Darmay yaşa Atacan bilen şu yaş vaxtları eşulle aytib davralarda keyin şu tadbirlarda iştirak etib yurgan vaqtlari har qanday eşulle bo'lsa birga mulohaza qilib, eşullarning mazmunini
Uni kopyalarini birga ko'rib, tahlil qilib, undan keyin aytishar edik. Men ham o'zim qo'limdan kelgancha qissamni qo'shar edim kuyiga, bog'lanishiga, kuyiga. Bir joyga borgan vaqtim davralarga qarab, shu davra o'tirganlar qanaqa shularni qabul qilib biladi. Shular ham maslahatlashib qo'shiq kuylardik. So'nggi vaqtlari bu Komiljon akada ham bo'lgan, bir tadbirga boradigan bo'lsa, yo boshqa bir rayonga, ya'ni Xorazmga o'tadigan bo'lsa, boshqa joyga boradigan bo'lsa, bir masalaga bir shu tashrif buyurdik. Assalom deganmi, shunga o'xshan keldik deganmi, shular bir nimasi tayyorlasang bo'lmaymi? Asaram shu qalam terbatasan-ku. Qachongacha bu katta shoirlarni izlab, men kitob chizaman hamma vaqt degan vaqtda o'tirib keldik degan shularni bir kunda yozganmiz, kuyni birga tayyorlaganmiz. Hozirgi kundagi tilga aytganda hit bo'lib ketgan. Qayerga borsa hozir men eshitaman. Mana Davronbek o'tiribdi, bularni maqom ansambldan qayerga borsa, shu ashular bilan boshlar ekan. Men shunga juda quvonaman-da. Qadrli muxlislar, mana ajoyib ashulaga sababchi bo'lgan Mamasaloq og'amizning so'zini eshitdik. Ana endi shogirdlar buni hozir isbotlab beradilar. Marhamat. O'zbek Milliy maqom san'ati markazi Qoraboston Respublikasi hududiy bo'limi maqom jamoamizda bizni hech bir tadbirimiz ustozni ashulalarisiz o'tmaydi. Maqom tanlovlari bo'lsa ham mana shu ustozning aytgan katta suvaralarini tanlovlarda aytib, o'rinlarni olib kelyapmiz. Hozir ham shu jamoamizda mana ustozni shu ko'p yaratgan ashulalarini ansamblimiz bilan ijro qilib, shu tadbirlarda xalqqa targ'ib qilib kelyapmiz. Boshqa viloyatlarga ansamblimiz bilan borib targ'ib qilib, tajriba almashib bordik, keldik qilib turibmiz. Diyorimizga mehmon ashulasi bilan shu Jizzax viloyati, Sirdaryo viloyati, Andijon viloyatiga borsak, hozir shu ansamblimiz bilan o'sha ashula bilan boshlab ustozning ashulasini targ'ib qilib kelyapmiz. Gulbahor opa, bu ashulaning jozibasi nimada? Ansamblda endi boshqacha bo'lsa kerak bu. Albatta, ansamblda juda chiroyli chiqadi. Birinchi aytadigan ashulamiz mana shu tashrif deb nom berib qo'yibmiz va oxirida shu Otajon akamizni lazgilari bilan konsertimizni tamom qilyapmiz. Arzumuz
Atacan akam o'ta kamtar, o'ta pokdil inson bo'lganlari bilan o'ta g'ururli, o'ta e'tiqodli inson bo'lganlar. Har bir hofizni aytgan ashulasidan u kishining qanday inson ekanligini hamma tomoshabinlar, hamma tinglovchilar bilib oladilar. Men xorazmlik san'atshunos olim, professor Atanazar akam Yakubovdan bir hikoya eshitganman. Mana shu hikoyani sizlarga hozir aytib beraman. Respublikamiz bo'yicha bir chiroyli ko'rik tanlov bo'ladi. Atanazar akam bu ko'rik tanlovga juri bo'lish uchun Atajon Xudoshukurovni ham taklif qiladilar. Mana shu ko'rik tanlovda 10 tachaga yaqin jurilar bo'ladi. Birinchi bosqich, ikkinchi bosqich, uchinchi bosqich davom qiladi va oxirida mana shu ko'rik tanlovning oxiri bo'lishi kerak. Juri hay'ati butun maslahatga kirib ketadilar. Bu maslahatga kirib ketganlarida Otajon akam quloq qo'yib o'tiradilar. Milliy universitetda domilla bo'lib, professor bo'lib ishlaydigan aka-uka Soliyevlar degan insonlar ham mana shu juri hay'atida bo'ladi. Otajon akam bilan bular bahslashib qoladi. Masalan, men Sadaddina birinchi o'rin beraman deb Otajon akam aytsalar, haligi Soliyevlar men Davronbek Adayevga beraman birinchi o'rinni deb bahslashadilar. Bahsning oxirida biza professormiz, Milliy universitetda domla bo'lib ishlaymiz. Bizni aytganimiz bo'ladimi? Sen aytganing bo'ladimi deganlarida Otajon akam, sizlar professorsizlar, to'g'ri, lekin men ashulada generalman deydi. Bu gapni eshitgan insonlar o'tirganlarni hammasi og'zi hangumang ochiladi. Birinchi bo'lib sharq taronalari simfoziyumi bo'lishi kerak. Hamma ijrochilarni tanlab xat yuborib o'tirsalar, Atanazar akam 4 kilo Atajon Xudoshukurovga konvertda xat yuboringlar. Shu kishi qatnashib beradi bizani birinchi simfoziyumimizda sharq taronalarida dedi. Oddiy konvertda yubormanglar, xatni shu qizil bilan belgilangan konvertda yuborasizlar. Shunda Atajon Xudoshukurov keladi dedi. Atajon akam Atanazar akamni yonlariga boradilar. Aytadilarki, shunday simfoziyum bo'layotir. Sen mana shu ko'rik tanlovda men ashulada generalman deb aytverding. Mana shu aytgan so'zingni ustundan chiqasan dedi Atanazar aka. Yaxshi, qaysi ashulani aytamiz ekan, nechta ashula aytamiz ekan maslahatlashadilar. Sen Xorazm 6 suvarasining ichida katta suvarani ijro qilib berasan dedilar. Otajon akam o'ylanib bu yonana qaraydi, bu yonana qaraydidan. Yaxshi. Men bir haftalik xarajatlarimni olaman, ustani sarpoylarini olib, bir hafta Xorazmga ketaman. O'zbekiston xalq hofizi Ro'zmat aka Jumaniyozovning uyida bir hafta bo'lib, suvarani o'rganib kelaman dedi. Katta suvarani o'rganadilar, undan tashqari boshqa suvaralarni ham o'rganadilar, dastingdan ham o'rganadilar. Katta suvara bilan dastingdanni aytilishi Atajon akamni yo'lida butunlay boshqacha, boshqa ustozlarimiz butunlay boshqacha ijro qiladi. Ovozi shu darajada zabardast, shu darajada bulbul ovoz ekanligini ustozimiz Kamoljon aka Ataniyozov ham aytib o'tganlar. Shu shogirdlaringizni ichida qaysi shogirdingiz sizning izingizdan boradi degan vaqtlarida Daryoning ortida bir shogirdim bor. Shu shogirdim meni izimni bosadigan bo'ladi, Xudo xolasa deb baho berganlar. To'xtov aka, shunavanda ekansiz. Otajon og'amni yonida o'tirib suhbatlardan bahramand bo'lganmisiz? Albatta, men 20 yillar davomida qatnashganman otajonim bilan. Hatto 77-yil Sverdlov konsert zalida sahnaga chiqib o'ynaganda meni militsiyalar olib ketgan. Mumkin emas deb. Otajonim o'zi qo'shiqni to'xtatib olib chiqqan meni. Men 10 yoshimdan muxlisman otajonimning ta'rifi til ojiz. Bir narsa esimga tushib ketdi. Yaqinda Ne'matlagan bilan telefonda muloqotlashib so'zlashib tursak, aytdim 77-yil 4 kil tumani 100 ming tonna paxta bergan vaqtda 50 kilo ajoyib chiqdi-da. Shu vaqtda men 10-sinfda o'qiyman, oynani sindirib, Ahmoboyevning klubuna konsertga girdim. Otajonimlar keldi. Rustamam doirada mumkin emas-da. Girsam, bir ashula aytdi, ashulani hech kim aytgan emas-da shu vaqtgacha. Ne'matlaga men shuni bir xirgoya qilsam aytdi, Mehmet Salih yozgan buni. Dedi, hozir men ittifoqim Mehmet Salih ekanman, men sirtimdan taniyman, birinchi marta ko'rib qoldim-da. Agar ruxsat bersangiz bir xirgoya qilib beraman. Eshitamiz albatta. Bugun shodliklarga to'lmuş her yürek, paxtakor 4 kilim, to'ylar muborak. Bayram libosida shahar u qishloq, ustadek qonlarim, to'ylar muborak.
Paxtakar 4 günüm zafer mübarek. 4 günüm ezelden merler mekani. Nar bayağı açın mert abacani. İskender Osman bir de kim cani. Usta diye kollarım toylar mübarek. Cindemin diliydi. Saadet Tolganay Kumru Eğitcan. Meynetke muhabbet koygan ezelden. Tacigül Gülcihan esirler sende. Usta diye kollarım toylar mübarek dedi. İn belen perdede bu. Avuç perde. Avuç perde. Avuç perde. Ava tap şimdi bu. Hadi şunu aytıp otursam ben mesela yazgın ben Atacanam bilen Karmakavundan barganman 88. yıl Çınbaytıman prokuraturasına tergöçü vaxtım doğulgan günüm hem gegen Temur Naz Gapırla bilen Karmaka barganda Ülfet'in yap çık diyedi bana. Allah rahmet kılsın. Ülfet de Rüstem'ne ait ederdi. Rüstem ağanı şolvanı zor pişiredi de o. Ben her bir koşkun tahlil kılman doğrusu ölmeydi gen koşk, Atacanan koşkları. Hiç kaçan ölmeydi. Hazır karanda ben bir eşulası var bunda. Bunu hiçbir senetkar aytmaydı. Başka matipte aytadı, başkasında aytadı. Şu eşulasını bir tahlil kılaman sözlerine karanda bunu. Tiz aytkanda. Eyvedesi halalım gelip duran da sağında yaşırma yüzlerini kuyaş bulup cihanda alıp git alganını kastın bulsa bu canda sen gittin ay cemalım ben kaldım ak hayamda ben bunda intizarım sen kaç aşağında bunu sözlerine karanda 88. yıl bana Rüstem ağam gelip Atacanam berperde üzü geçte geledi tar savga kılgan 88. yıl 14. April günü. Bu vakitlar Cemalettin ben yanında daire çıtkan. Ben İvadlayken yanında akardiyonçu boğanman. Rüstem ağa dairanı şunca kılıp ura dedi rizlerini ber. Başka matipte aytadılar. Ben Sededdinem teklif bergen ben. İni bir de İvadlayken oturttu. Atacanamın koşuklarını ben notağa düşünmesimem in belen evlede perdelede aytadı. Tarif ettiler. Bu efsanavi senetkar. Atacanamı hiç kaçan ölmeydi yüreğimizde mengü, koşuklarım ölmeydi. Yine şimdi yaşlı senetkar şehitler evladdan evladı yine miniller yaşıydı. Atacan ağa Xudo şükürüpni eslep, icadını, ömür beyanını eslep, mana dostlar, şagirdler yığılışıp oturupmuz bu elbette biz için juda kuvançlı. Atacan ağa Xudo şükür namıya koyulgan muzeyler, köçeler, sanat sarayları var. Yine şu arada açışımız gerek. Atacan Xudo şükürüpni Cayhun Şamalları eşulası namıga koyulgan Cayhun Şamalları halk ansambli ham bor. Merhum dostumuz Jamoliddin Aytboyev bilan bu ansamblni tashkil qilib nom qo'yishga maslahatga kelgan paytimizda mana shu ustozimiz Ne'matilla akang Xudoyberganovga maslahatga kelganman. Ansamblni butun programmasi zapislari hamma narsasini olib endi diplom olishimiz kerak. O'shanda o'sha kishi maslahat bergan sizlar hammangiz birinchidan Daryoboyning yigitlari, ikkinchidan Atajon Xudoshukr maktabining davomchilari. Cayhunning bo'yidagi Cayhun shamollari deb qo'ysangizlar juda ajoyib bo'ldi. O'sha kishining maslahati bilan Cayhun shamollari deb ansambliga nom berganmiz. Bu ansambl asoschilaridan biri albatta Jamoliddin Aytboyev eslamasak bo'lmaydi. Ishonch bilan aytish mumkinki bu ansambl o'zining nomini oqlab kelmoqda. Şu aslında Hacı Bekem'in bala vaxtında bir ansambla bir iştiyakı bolganda bu 77-ci illərə təşkil etilgan ansamblda lekin 2009-cu il diplom alğan xalq cəmaəti deb şunda bir şəkilləndirib dövlət tədbirlərdə yaxşı konsert vilayətlərə nəyə çıxıb turubmuz. İcadımız yaxşı. Cayhun Şamalları deb indi ansambla mətxiyə bərabər Hacı Bekemə gəlib toxtalarım. Şu beyanın nəsi bilan Cayhun Şamalları əşuləsini Ağambay Egenberdi sözü bilan bəstələdim boluq. Biyana gördük. Musikası gelişmeyecek oldu. Keyin Atacananı Cayhun Şamalları əşuləsini azğına taklid qılıb, şuna oxşatıb icadkarlar bilan işlədik də. Hafız aklı kılsa icad Dilge cayla makamlı yahut Hafız aklı kılsan icad Dilge cayla makamlı yahut Atacanlı ruhunu şad eter Cayhun şamalları
Atacanlı ruhunu şad iter ceyhun şemalları. İter ceyhun şemalları. İter ceyhun şemalları. Atacanlı ruhunu şad iter ceyhun şemalları. Atacanlı ruhunu şad iter ceyhun şemalları. Qadrli muxlislar, bugungi davradoshlarim barchasi serqirra. Mana Yodlakam Sadullayev she'riyatdan ham xabari bor ekan. Bugun bayram xabar ketdi har yana. Oq oltining to'yga bo'lur to'yona. Olg'a qadam tashlab yana mardona. Go'zal bo'ston paxtaga kon 4 kilim. El yurtida bo'lding daston 4 kilim deb paxta bayrami bajarganda paxta to'lgan paytda yozgan she'rimda bir kuplet bor. Ketar chog'ing edi hali yodimda. Yanog'ingda yondi bir o'pich. Eslab turgin deding har bir odimda. Eslaganim sensan, unutmasman hech. Ul anor yuzlaring, shirin so'zlaring, o'tli qarashlaring unutmagimdir. Qalbimni rom etgan charoz ko'zlaring, qalbim bo'stondan tark etmagimdir. Rahmat. Davra suhbatimizga yosh ijod vakillari, yangi otajonlar kelib qo'shildi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Sadoddin ustozlari fikrini davom ettiradi. Hozirgi kunda mana ustozimizni ashulalariga mehr qo'yib kelayotgan ko'plagan shogirdlari bor. Mana bugungi kunda ham mana shu eng endi kenja shogirdlari deymiz, nevara shogirdlarda aytamiz. Mana Hasan Husan Zinatovlar. Ma'qul bo'lsa shu shogirdlardan ham bir xirgoyi eshitsak. Çiçeklerden sizce haber yuvardım. Güller bir gün beni sorar. Çiçeklerden sizce haber yuvardım. Ustozning bu segahini eshitgan odam shu Jo'shqin Dayra, Amidaram to'g'lam Jo'shqin deb segahni ana so'rar aytgan vaqtda men 84-yil shu Belaga institutga kelgan paytimda biz tomonga to'yga bordi. Men yanına borgan vaqtimda siz ashulaga qiziqasizmi? Yana borib o'tirdimda salomlashdik Atajon aka bilan. Hava men shu sizning ashulangizga qiziqaman. Onda dedi, qani dedi, bitta dedi Shapandan suvarini aytib bering dedi. Men Shapandan suvarini aytib berdim. O sizde dedi, men de şagirdlerim bor ekan deb menga bir
Dua qilib, sizni kelajakda yaxshi ashula men izdashim bo'lasiz dedi. 84-yildan men Atajon aka bilan hozirgacha tug'ilgan kunlarimda, o'tgan kunlarimda men kelib duo qilib, o'zimning muzeylarga ziyorat qilaman. Atajon Xudoshkurovni qo'shiqlarini eslaganimizda xalqimiz u kishining eng shoh ashulalari, eng katta ashulalari, ana suvora, ya'ni suvoralar ichida eng kattasi katta suvorani ajoyib qilib kuylashi va Xorazm segohini juda ham chiroyli qilib avj pardalarda kuylashini hamisha eslashib yurishadi. Halu hating hayolidim sarve gül uzar gahi gözümge hal düşübdür gahi var yüzünde hal sabhada çamgan gibi karayan yaray hariyaday hauling malauhatı tüz erirken karavda barey asirin man kârmay hay kurbaning man yoray. Bamisoli Amudaryoning oqishiga o'xshaydi. Xuddi Atajon Xudoshkurovni kuylayotgan segohi. Atajon ağamı eslab shu xursand bo'lib o'tiribman-da. Mana bu yerda hech eshitmagan ashulalarimizdan mana xirgoylarni eshitdik. Atajon ağam to'g'risida hech eshitmagan bir yaxshi gaplardan eshitdik. Mana shunday davralarimizdan ko'p bo'lib, Atajon ağamı eslab yaxshi tilaklarni bildirib o'tish nasib qilsin. Hamma inson mana dunyoga kelib yashagandan keyin hayotning butun mashaqqatini, yaxshi kunlarini, yomon kunlarini shunday yashab o'tadi. Misol uchun 70 yil, 80 yil, 100 yil yashashi mumkin. Butun umri bo'yi bir narsani orzu qilib, bir yaxshi narsaga, shu hayotning gulchechagiga eng chiroyli damlarni, shunday onlarni intilib yashaydi. Intilib yashamasa hayotning umuman qizig'i bo'lmaydi. Men o'ylayman, mana shu Atajon aka zamondosh bo'lib yashagan davrimizdagi shu eng bir hayotimizning, elimizning gulchechagi deb baho bersam xato bo'lmaydi menimcha. Biz hammamiz ham shu kishini siymosini ko'rsak, ashulasini eshitsak, bir ajoyib gulni hidlagandek, ko'rgandek bir rohatlanamiz haqiqatda. Hayotdan shu kishining ashularidan, umuman hayot yo'lidan oziq olamiz. Mana shu yosh yigitlarimiz, farzandlarimiz o'sib keyatir, ilohim shulardan yangi Atajon akalar chiqsin. Ta'kidlanganidek, umidli dunyo bu, orzuli dunyo. Umid bilan yashar hamisha odam, umid bilan sochilgan urug' bir kun hosil bermog'i ayon. Mashhur hofiz Atajon Xudoshkurov ijodiy mana tuhfalarni elga, yurtga urug' qilib qadab ketgan ekan, mana nihollar paydo bo'layapti. Izdoshlari, yangi otajonlar shakllanyapti. Istagimiz albatta o'zbek milliy musiqa san'atidagi ijodiyotda Atajon akaning ovozi baralla yangrab turishiga umid qilamiz. Bugungi tilaklar, bugungi aytilgan fikr va mulohazalarda ham Atajon og'ani ta'riflashga harakat qildik. Albatta bunday suhbatlarimiz yana bardavom bo'lajak. Bugungi diqqat e'tibor uchun tashakkur. So'z, qo'shiq, suhbat hamroh bo'lsin. Atır gülçerep çöllerden, gülü reyhan çemenlerden. Atır gülçerep çöllerden, gülü
reyhan çemenlerden bizning bu güzel yerlerden eser ceyhun şemalları bizning bu güzel yerlerden eser ceyhun şemalları